Subhanalloh. Bu savolimizni shu bizni ko'rib turgan akalar, ukalar, sizlar mana shu sharoitda necha kun yashaylasizlar? Xolis Alloh uchun o'zlaringizdan bir savol beringlar. Mana shunaqa sharoitda dada kasal, bu kasal, Alloh ko'rsatmasin. Qiz yurolmaydi. Ishongan bitta o'g'li o'tib ketgan. O'tib ketgan bechora. Ikkita bolasi qolgan-a? Ikkita bolasi bor. O'zingizga yaqiningizga o'rningizni shunlarni o'rniga qo'yib ko'ringchi. Shunaqa sharoitda necha kun yashaylarimiz mumkin? Yashayolmasak kerak. Alloh subhanahu va taolo bu akamizga o'zi yordam bersin. Oilasini doim o'zi bosh bo'lib boshqarib yursin. Ko'ringlar sharoitlar. Bu tog'ning ichida, bir 5-6 kilometr bormi Yaynoqatdan? 8 kilometr. 8 kilometr Yaynoqatdan tog'ning ichida. Hozir xizmat ketgan. Maşallah mana bunaqa batareyalar qo'yilibdi, so'nishni. Hech bo'lmasa shular bor ekan, so'yindik. Alhamdulillah. Inshaalloh biz duo qilib turasizlar, duoda bo'lasizlar va aka bilan doim aloqadamiz. Qo'limizdan kelishicha harakat qilamiz. Inshaalloh ajoyib sizlarga bir vatan bo'lishiga biz sababchi bo'lgan bo'lsak, Alloh subhanahu taolodan bizni qaysi amalimiz qabul bo'lishini bilmaymiz-da. Alloh subhanahu taolo qaysidir amalimizni qabul qilib qolsa, shuni evaziga gunohlarimizni kechirib qolsa, siz bilan biz yutug'imiz inshaalloh shu bo'ladi. Hurmatli akam, hurmatli ukam, qo'lida puli bor akam, boyatchi akam, boyatchi ukalarim, bu dunyo o'tib ketyapti. Sizda otalaringiz o'tib ketdi, meni otalarim o'tib ketdi, hech kim olib ketishmadi. Keling, bismillah deb turib, shaytonni yengi o'tib turib, mana shu uyga jicha, mana shu odamlarga jicha yordam beraylik. Hech bo'lmasa bir o'g'illarning o'rnida bir o'g'il olib, uy qurib beraylik. Inshaalloh Alloh subhanahu taolo siz bilan biz orqamizga oldimizni to'ldirib tashlaydi. Sog' bo'linglar, doim aloqada bo'laylik. Yana aytamiz, agar o'z ko'zim bilan ko'rgisi kelgan odamlar bizga yo'liqinglar. Biz adresni beramiz, kelib bemalol mer kelib bir xabar olib, duolarni olib ketishlari mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa bu adab qanday sanolar bo'lsin. Ana sizlarni bir uchrashtirib turibdi. Alloh subhanahu va taolo bu boshlamoqchi bo'lgan ishimizni oyog'iga yetib olishni o'zi nasib qilgan bo'lsin. Yana bir sizlarga yo'liqishimizdan maqsad yana bir oilaga yordam berishlik. Bu oilaga yordam berishlik biz ancha bexabar bo'lib qoldik. Avvalgi bobda bundan 1 yil, 2 yil, 3 yil oldin qilishimiz kerak bo'lgan ish ekan. Alhamdulillah Alloh subhanahu va taolo kech bo'lsa ham mana shu oilaning holatini bilishdi. Mana shu oilaga yordam berishdi. Kech bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo bizga bildirdi. Bilmay o'tib ketganimizda bizning aybimiz bo'lardi albatta. Bu oila shunaqa oila ekanki, hozir biz nima deganda Chuna degan joydamiz. Tog'da u birinchi tanga, ikkinchi tangni o'tib turib, o'sha Chuna degan joyga kelib turibmiz. Bu yerda shu akamiz yashar ekan. Akamiz ham sog'liqlari o'ta yaxshi emas ekan. O'zini bir ozgina bir Alloh subhanahu taoloning bergan sinov bilan o'sha bor ekan. Bu opamiz bu bolalari gapirolmas ekanmi? Quloq eshitmas ekan, gapir soqoy ekan. Alloh subhanahu taoloning bir sinov albatta. Biz umid qilamizki, bularga Alloh subhanahu taolo bergan dardiga u dunyoda katta bir ajrlarni beradi inshaalloh. Allohdan umidimiz shu. Endi bularni bolalari bu sinimiz yo opamiz, sinimiz bo'lsa kerak-a? Sinimiz bosolmas ekan, yurolmas ekan, ha? Kalaskadami? Kalaskada yuradimi? Kalaskada yuradi ekan. Alloh shifo bersin inshaalloh. Nomid olmaymiz. Inshaalloh Alloh subhanahu taologa hamma oson. Bu oilada qanaqa edi? O'g'illar bormi? O'g'illar borda bu o'tib ketdi. Ha, o'tib ketdimi? O'tib ketdi. Necha yasharda o'tib ketdi? 92-yil bo'ladi. Nossa, oila boshqaradigan o'tib ketdi-da. Shunda bo'ldi-da. Ha. 92-yilgi ukamiz oila boshqaradigan shu bir oilani suyanchig'i bo'lgan, oilani bir ishongani bo'lgan ukamiz bo'lgan ekan, o'tib ketdi. Alloh rahmat yo'g'gan bo'lsin. Bu oilada endi tirikchilik nimada hozir? Tirikchilik ham oshayotdi, mol menamda. Ha, molona kelganda kashkaga shu. Ha. Bu ana ayilda uy bormi bularda? Ularning ayilda uy yo'q.
Ayılda uy yo'q. Oyda uy yo'q. Qishin yozin shu yerdamiz. Shu yerda, qishin joz shu yerda. Qishin yozin shu yerdasizlar a? Ayılda posilka ham yo'q. Posilka ham yo'q oyda. Ha. Ya Alloh o'zi oson qilsin. Inshaalloh bizni ko'rib turgan, bizni elimiz shunaqa yaxshi elda. Qirg'iziston eli shunaqa yaxshi el, ko'rdilaring. 3 ta bolaga palonchadan pulni 15 kunda to'plab qo'ydi qirg'iz elimda. Alloh rozi bo'lsin. 170 milliondan har bir bolaga 3 ta bolaga 15 kunga yetmay pul to'plab qo'ydi. Biz bu xayrlimiz qirg'iz elimizga, Qirg'iziston eliga kelinglar, shu birdan bo'laylik. Mana akamiz o'zi nogironligi bor ekan. Bu opamiz soqol kar ekan, gapira olmas ekan. Endi bularni Alloh bergan bitta o'g'illari bu yana bir Allohning sinovi bir o'tib ketib qoldi-da. Bunaqa sinovga bardosh berishlik o'zi oson emas. Alloh subhanahu taolodan duo qilamiz, o'tganlar rahmat yo'sin. Endi bitta ishongan senimiz yurolmas ekan. Haqiqatda shunday bo'ldi endi. Haqiqatda siz bilan biz yashashimizga, ozgina hayotimizdagi kamomatga o'ta katta shukr qilib yashashimiz kerak ekan. Mana oilaning holatini ko'rsalaringiz, kelinglar. Agar bizga yo'liqsalar, biz sizlarga adreslarni beramiz. Kelib o'zlaring qo'llaring bilan yordam qilib ketsalaring, nur ustiga alo nur bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu niyatimizga yetkisin. Mana shu inshaalloh mana shu oilaga chiroyli qilib o'zimizda ayildan uyni qurib, bir sveti bor, yo'li tekis va chiroyli joylarda yashashlikni bularga ham nasib qilsin. Shu uyni qurib turib o'tganimizda uyni topshirishda ham inshaalloh sizlarga bir so'nali video qilib chiqishlikni Alloh hammamizga nasib qilsin. Ularga Alloh sabr bersin. Bolalarda bola chaqa bormidi? Bir qiz bir bolasi bor, endi Turkiyada. Kelib qoldi. U ham qoldi, yetim qolishdi bolalar hamda. Yetim qolishdi bolalar. Allohu akbar. Haqiqatda bir shukr qilib yashashimiz kerak. Akalar, ukalar, sizlarga bir xayrlimiz. Shuncha yaxshi ishlarni qilyapsizlar, Alloh rozi bo'lsin. Mana oilani holatini o'zlaringiz ko'rib turibsizlar. Dada nogironligi bor. Buva soqol gapira olmaydi. Ularda bitta bolasi bu sinimiz yurolmaydi. Endi bundan oscha sizlarga bir narsa deb ta'riflab, bir narsalarni aytishlikni o'zi hojat qolmadi. Alloh uchun kelinglar bismillah deb turib, Masha akamizga, mashalarga bir chiroyli uy qilamiz ayildan. Xudo xolasa mana shu uylarni topshirilishida ham sizlar bilan biz bir so'nishli video qilib chiqamiz inshaalloh. Hozir mana tashqarilarni ham bir ko'rib, bir gaplashamiz inshaalloh. قلبك في كل مكان وتخيل أثر الإحسان أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان، أن تنقذ أملا من ياس، أن تمشي في عون الناس. ما أجمل هذا الإحساس لا يوصف حتما بمعاني. إنسان كوكبي النون، عنواني هو حيث أكون، قلبي بالعالم مسكون، يصعب تحديد العنوان. تعطيه وتحتاج إليه، وكأن سعادتك لديه، وتهزك لحظة عينيه، دمع وسرور في آن. لا تسأل من أين ترى، من آدم بأبيك ترى. عش معه أرضا وحياة، حبا مختلف الألوان.
بالخير ومنح الرحمات، ستفاجأ بصدى البركات من كل خبايا وجهات لم تخطر لك في حسبان. إنسان كوكبي النون، عنواني هو حيث أكون، قلبي بالعالم مسكون، يصعب تحديد العنوان. إنسان كوكبي النون، عنواني هو حيث أكون، قلبي بالعالم مسكون، يصعب تحديد العنوان. ضع قلبك في كل مكان، وتخيل أثر الإحسان، أن تأتي بعطاء يديك كي تصنع فرحة إنسان، أن تنقذ أملا من ياس، أن تمشي في عون الناس. ما أجمل هذا الإحساس، لا يوصف حتما بمعاني. إنسان كوكبي النون،